Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog' salomatmisizlar? 1 minut o'tkazib yubormaymiz. Polshadagi ishlar bo'yicha aytib o'tmoqchiman. Bizda 10 ta ishchiga joy bor, ya'ni oshpazlarga. Kuxnya ishi Yevropada. Oshxonada ovqat, har xil ovqatlar tayyorlanadi. Zo'r specialist bo'lish shart emas, lekin ovqat pishirishni biladigan, endi menga o'xshagan yoki taksida yurgan odam kelib turib ishlab keta olmaydi. Oshxona ishlarini biladigan povurlardan 10 ta odam kerak. 27 zlotdan soatiga yeb ichish pitaniyalari tekin. Yotoq 600 zlot har oyda yechib qolinadi. Xo'p, 27 zlotdan 10 soatdan ish bo'ladi kuniga. Xohlovchilar bo'lsa, adresimiz pastda yozib qoldirilgan bo'ladi, kelaverasizlar. Undan tashqari 3 ta yaxshi svarshik kerak. Diplom so'ralmaydi, chertoj so'ralmaydi. Faqat svarka qilishni bilsa bo'ldi. Обязательно rus tili masalasi kerak bo'ladi o'rtoqlar. Rus tili община darajasida bo'lishi shart. Shunga e'tibor qilamiz o'rtoqlar. 0-100% rus tilini bilmaydigan odam bo'lsa, afsuski bizni to'g'ri tushunasizlar, qabul qila olmaymiz ishga. Buni imkoniyati yo'q. Oldinida to'g'risi rus tilini bilmagan odamni ham bemalol ishga joylashtirib olsak bo'lardi. Hozirgi kunda so'ralayotgan narsa yosh masalasi 50 dan oshmagan bo'lish kerak. 50-51 bo'lsa ham eplasa bo'ladi. Undan balandi ham qiyin. Til masalasi, muloqot darajasi bo'lmasa, afsuski qiyin ishga joylashtirish. Undan tashqari ishlarimiz ham bor o'rtoqlar. Keyin aytganimdek, kuzov ishi hali ham aktualni. Mashinaning kuzovlarini shkurka qilish, boshqa qilish, xullas shurpaver, teshish, qotirish, elektrik ishlari, mashinaga tushunadigan, chala bo'lsa ham usta bo'lsa bo'ladi, opti bo'lishi shart emas. Drill ushlashni, qotirishni biladigan, bolgarka ushlashni biladigan odamlar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. 26 zlotdan soatiga 10 soatdan kuniga ish bo'ladi. Va hokozada nimalarimiz bor? Boshqa vakansiyalarimiz kelganda joyida o'tirib ko'rib, tanlab chiqib ketaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosamiz o'rtoqlar. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Ishlarimiz butun Polsha bo'ylab o'rtoqlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, kutib qolamiz.